Assalomu alaykum, hurmatli Shavot Avto kanali bo'yicha do'stlar, sizlarga Motivi Nexia 2 keldi. Obzor etib beraman. 2014-yil 300 ming atrofida yurgan, motorga kulish demagan ekan do'stlar. Holati zo'r. 4 tane paket balon qo'yilgan. Balonning holatlarini ko'rishingiz mumkin. Вообще zo'r. Polni shumka qilingan. Mana ko'rishingiz mumkin. Aynalar ham, buni ichi ko'rsam dedim, aynalar qo'yilgan. Xullas, mashina top tem bo'lib turibdi. Salon holatlari ham вообще zo'r. Ko'rishingiz mumkin. Mana shu o'z davrindagi tor chexollar. Xullas, tayyor avtomobil 2014-yilda ishlab chiqarilgan 100 lik metan gazlari bilan narxi 40 million so'm. Prямо yegan nomerni qo'yib qo'yaman. Bizning nomer emas, prямо yegan nomer turadi. Bemalol aloqaga chiqib kelishib osonroq bo'ladi. 100 lik metan gaz ham bor ekan. Xullas, tayyor avtomobil. Kuzovda 1 gram defekt yo'q. Ko'rishingiz mumkin. Sostenov вообще zo'r debdi. Bilasizlar, Motivi rangda ozgina defekt bo'lsa bilinadi ekan bunda, lekin bunda defekt yo'q. Motor holatlari ham zo'r debdi. Hozir motor qismini ham ochib ko'rsataman. Motor qismlari ham zo'r debdi. Sonus bo'ladi. Sonus tramblyor. Ko'rishingiz mumkin. Holati вообще zo'r holatda turibdi. Narxi 40 million so'm. Kelishib beriladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Like bosib videoni Nexia 2 zabirlarga tashlab qo'yamiz do'stlar.